Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yoqda xolosa uyimizda mehmonxonasini bitkazyapmiz, ichkarini. Ustalar ishiga bir baho berib qolsalar, tiyagalarni o'rnatishdi. Endi shu holatda davom etyapti. Endi ertaga shpakilovka tortadi. Mana patologga ham bir baho berib qo'yasizlar. Endi mana shu ichkarini endi nima qilishga o'ylanyapmiz. Qani bir maslahat beringlar-chi, o'zlaring bir kommentariyada. Aboy qilaylikmi, gul qog'oz qilaylikmi yoki kraska qilvoraylikmi? Mana shu holatga mana tiyagalarni o'rnatib qo'yishdi mana shu holatda. Endi ertaga shpakilovka tortamiz deyishyapti. Keyingisiga endi boshqatyapti hozir. Aboy qilaylikmi yo shu holatga rang berib kraska vadamizmi? Endi o'sha shunaqa maslahat bo'lyapti. Endi ustalar bilan hali bir qaror kelmadik. Qani bir maslahatlaringni berasizlar, xudo xolosa. O'shanga qarab ichkariga bezab beramiz. Mana patologi dekor plast bo'lgan. Mana shu holatda. O'z fikrlaringizni kutib qolaman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalar yaxshi bo'ladi.